Leksimizi devamlaştırınız hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining a'zolari Tibetga texmi foydali harakat qo'zg'ashni chaqiriq qildi. Jungo hukumatining diqqatini qo'zg'adi. Mavzuli xabar 3-ayning 9-kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilib, xabar mundaq boshladi. Washington Tibet ishlarini boshdan oxir qattiq qo'llab kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasining a'zosi James McGovern mundaq ko'rsatdi. Tibetlar va Tibetlarni qo'llovchi tashkilotlar o'zlarining harakat faoliyatlarini tartibga solib, Tibetga texmi foydali harakatlarni qo'zg'ash kerak. Bu so'z Jungo hukumatining e'tiborini qo'zg'adi. James McGovern 8-kuni, ya'ni payshanba kuni Washingtonda o'tkazilgan kishilik huquq tashkilotlarining Tibetga yordam berish harakati tashkiloti qurilganligining 30 yilligini xotirlash yig'inida yuqoridagi so'z qildi. Davlat Majlisi Avam palatasining a'zosi James McGovern mundaq ko'rsatdi. Garchi Tibetga yordam berish harakati 30 yildan beri nihoyatda muhim xizmatlarni ishlagan bo'lsa-mu, Tibetning vaziyati yaxshilandi emas, hozir texmi osonlashdi. Jungo o'zining besim siyosatining qanday natija berishini hargiz o'ylashmadi. James McGovern hukumatning Tibetga kirib o'zaro manfaat yetkazish qonun loyihasini ma'qullab, HR 1872 nomerli qonun loyihasini ma'qullab, Jungoning Dalay Lamaning varis belgilash huquqini cheklash tirishchanligiga yo'q deyish. Tibetning vijdonliq mahbuslarini turmadan qo'yib berishni qo'lga keltirish uchun aslab tirishchanlik ko'rsatib, Bancha Lama 11-ni erkinlikka erishtirishga chaqiriq qildi. Demak, Tibet to'g'risida yana bir qaror loyiha, qonun loyiha ma'qullandi degan gap. Bu yil 58 yosh kirgan Massachusetts shtatining davlat majlisiga a'zo bo'lib saylanib kelgan James McGovern mundaq ko'rsatdi. Biz texmi ko'p mablag' va kuch ajratib, Jungoni ustal ustiga elib kelishimiz kerak. Tibet Jungo suhbatini asliga keltirishimiz lozim. Bu xotirlash yig'ini yana Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi assalliqlarning doisi Nancy Pelosi xonim qatorliqlar qatnashdi. Yani bir mavzu. Amerika'nın savdo uğraş nişanı uzun o'tmay texmi kengayish mumkin mavzuli xabar 3-ayning 8-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Prezident Trumpning yangi tamojna beji alyumin va plat import qilingan alyumin va plat mahsulotlariga boshqa import qilingan tovar mallar sohalarigacha, ya'ni import qilingan boshqa sohalargacha kengayish mumkin. Yuqori texnikalik mahsulotlar va kundalik iste'mol buyumlari, oyoq va kiyim-kechak sohalarigacha kengayish mumkin. Bloomberg qatorliq agentliklar xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Jungodan import qilingan iste'mol buyumlar va texnikalik mahsulotlarga boj qo'yishni o'ylashyapti. Tashqari dunyodagi agar Prezident Trumpning plani yo'lga qo'yilgan bo'lsa, zarbiga yolg'iz Jungo shirkatlari emas, Amerikaning Jungodagi shirkatlari ham bundan kaçıp kullanmaydı, zarbiga uchraydi. Amerikaning bu shirkatlari Jungo'da o'ch oladigan nishonga aylanadi. Olma shirkati, Boeing aeroplan zavod shirkati, qatorliq Amerika shirkatlari bunda xatarga duch keladi. Ichki ishlardan xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati Jungoning Amerikaga solgan mablag'i hamda keng sohalarda import qilingan Jungo mahsulotlariga
yuqori normalıq bazı qoyuşni və Cünqonun əqli mülkünü uğurlaş qılmışlarını cəzalaşını uğurlaşdırıb oylashib atır. Aldığımızda kilidgan bir neçə həftə içində Amerika Qoşmuş Ştatları Saudi vəkili işxanası Cünqonun əqli mülkünü uğurlaş qılmışları boyunca təkşürüş elib barğandan keyin jakarlaydı. Bu belki Prezident Trump'ның Saudi boyunca Cünqonu çəkləşinin səbəbi bulub qalır. Prezident Trump ötke həftə import qılınğan tuğar ve alyumun məhsullatlarının yuqur normalı tam mojdebeci almaqçı bolğanlığını xalqara savdo vəziyyəti ciddilik peyda qıldı. Nəticədə Prezident Trump'ның iqtisad savdo məsləhətçisi Cohen xizmətindən istifa verdi. Təhlilçilər mündaq görsət, dünyada iki çoğun iqtisad gövdəsi Amerika, Cünqo. Savdo uruşu başlanğan aman aqibətini təsəvvür qılğılı olmaydı. Amerika Qoşmuş Ştatları Cünqo ilə uçuruşsuz siyasətini axırlaşdıramdı. Əndə bu yeni bir mavzu. Mavzulu xəbər 3-cü ayının 10-cu gün Amerika avazının Xitay dil proqramısı ilan qılın. Tüvəndisilər, əndə bu yeni mavzudakı məzmunla ilə danışıb çıxsılar, hörmətli vətəndaşları.